Hop, shunga kirib yashaydigan xonadan topib qo'ydik, kvartira. Nima deysizlar? Hop, manzilimiz Quva tumani prokuraturaning orqasida joylashgan. Ushbu 4 etajli, 4-etajli 2 xonali kvartira. Narxi ham vahshiy dahshat. Ichkarilarni bir qator ko'ramiz, yuring keting. Bolalarni mana bir qator olib qo'ying, bolalarni. Hop, do'stlar, ko'rib turibsizlar, kirganimiz koridor, shkaflar bor ekan. Xohlasalar kelsalar ham bu qoladi, bo'lmasa bu. Ko'rib turibsizlar, chiroyli qilib qo'yilgan. Hop, kirganimizda o'ng qo'lda mana sanuzel bilan oshxona. Sanuzellar ham aristonlar, xullas hamma sharoitlari bor. Olib kelingda oshxonani. Hop, duh kontrollar bor, bemalol ishlaydi, duh kontrollar bor mana. Gazlar qoladi. Kuxonniy mebellar bor, kelsalar ham bu yoqqa. Xolodilnik, kir mashina, xolasalar ham barcha jihozlari bilan qolaveradi. Shunday kelishib, puli unaqa qimmat emas. Hop, bu tomonimizda spalni xona bor. Olib keling, spalni xonani ham ko'rsating, chiroyli holatda. Shunga kirib yashaydigan. Konditsionerlar bor. Konditsionerlar qo'yib qo'yilgan, shkaflar, mebellar bor. Xolasalar ham mebel jihozlari bilan shuni tashab ketiladi. Kiraverasizlar. Xo'p, bu tomonda gilomlar, bu mehmonxonamiz ko'rib turibsizlar, ancha keng. Endi ozgina tepalarida juda nam bo'lib qolgan ekan. Bir qator rang berib tursalar ham bo'lmaydi holat. Xo'p, ushbu joyda narxini 10.500 dan o'tib beramiz deyapti. Kredit 3.200.000 so'mdan. Telefon qilaverasizlar egalariga. Xo'p, 13.5 ming bersalar, hamma jihozlari bilan shuni qolaveradi. 13.5 ming deb 13.000 ham bersalar ham mayli. Jihozlari ham shuni qolaveradi. Xolasalar jihozlari bilan olinglar, xolasalar shunga turishcha jihozsiz olinglar. Kredit ham unaqa qimmat emas. Sog' bo'linglar, tom so'raydigan kapalarni shu ishlar.